Ona, men sizni judayam yaxshi ko'raman. Meni dunyoga keltirgan farishtam sizsiz. Bir parcha go'sht holimdan oq yuvib taragan mushtparimsiz. Xafa qilsam, darrov kechirgan mehri daryoyim. Sizni hech kimga alishmayman, chunki siz hech kimga ozor bermaydigan zotsiz. Sizni yaxshi ko'raman, onajon. Ba'zan yo'q, bormaysan yoki mumkin emas desangiz, men noshudsiz haqingizda onam doim qattiqqo'llik qiladilar. Meni tushunmaydi deb xafa bo'libman. Bilmabmanki, bu so'zlar ortida aslida xavotir, meni yomonlardan va noxushlikdan asrash, avaylash hissi borligini. Bu kabi yana ko'plab o'zim bilmay sizdan xafa bo'lganlarim sanog'i yo'q. Kechiring onajon. Aslida men sizni tushunmabman. Men ham mingdan ming sizdan roziman. Afsuski, sizning so'zlaringiz biz farzandlarga oradan yillar o'tib yetib kelarkan, meni jannatim sizni poyingizda.